Hozirgi yosh avlodga Italiya futboli bir paytlar APLdan ancha kuchli bo'lgan desangiz, ertak deb o'ylaydi. Ammo bu haqiqat edi. Bu Italiya edi. Futbolni san'at darajasiga ko'targan, himoyani esa mustahkam devorga aylantirgan yurt. Bugunchi qayerga yo'qoldi o'sha buyuklik? 90-yillar va asrimiz avvalidagi A Seriya dunyodagi eng kuchli ligalardan biri edi. Milan, Juventus, Inter, Roma bu klublar nafaqat Italiya, balki Yevropa futbolining markazi edi. Maldini, Nesta, Cannavaro, Bonuccilar himoyachi emas, futbol qo'rg'onlari edi. Gattuso agressiya bilan har bir qarich maydon uchun kurashardi. Gianluigi Buffonga esa ortiqcha ta'riflar shart emas. Uning bir mashhur iqtibosi bor. Eng kuchli darvozabonlar eng chiroyli gollarni qabul qiladi. O'sha paytlar APL hali shakllanish bosqichida edi. La Liga esa faqat Real va Barsaga tayanardi. Ammo eng katta yulduzlar Marco van Basten, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Kaka, Ibrahimovic, Edgar Davis va Batistutalar avval Italiyada yondirib, keyinchalik La Liga, APL va boshqa ligalarga yo'l olishardi. Chunki Italiya nafaqat futbol o'ynardi, balki butun dunyoga moda ulashardi. O'ta kuchli tizim va akademiyalardan yosh yulduzlar yetishib chiqardi. Ammo 2006-yildagi poraxo'r rahbarlar, moliyaviy inqiroz va noto'g'ri menejment bu imperiyani asta-sekin yemirib bordi. A Seriya brendi qulashni boshladi. Bugun Italiya futboli yana qaytishga urinmoqda. Ammo savol ochiq qoladi. Italiya yana dunyoni zabt etadimi? Yoki u faqat xotiralarda qolgan buyuklikmi? Izohlarda yozib qoldi.